Siz shuni biling. 2 rakat agar namoz o'qib qolsangiz, bilasizmi, 2 rakat namozingizning hisobi nima bo'ladi? 2 rakat namozingizni o'sha ajr savobda siz nima qilasiz? 83 yildan oshiq 2 rakat namoz o'qigan bo'lasiz. 83 yildan ko'p sajda qilgan bo'lasiz. Oshiq deyapman sizga. Bitta subhanalloh deganligingiz 83 yillikka tatiydi va ziyoda. 83 yillikka. Bir o'qigan oyat Qur'oningiz, Qur'onni o'qib qoling. Bu kechalarda Qur'on o'qib qoling. Xo'p, nima qilinadi Laylatul Qadrda deyilsa, zikr, duolar, iltijolar qilinadi. Butun solih amallar qilinadi. O'shanda bitta o'qigan oyatingiz siz uning ajrini 83 yildan ko'p, 84 yil uni ajrini Alloh taoloning huzurida topasiz. Agar biringiz borib ota-onangizni yuziga tabassum qilib, qo'llarini o'pib, yuzingizga sursangiz bilasizmi nima bo'ladi? Siz 84 yillik ota-onaga qilgan hurmat, ajr, savob mukofotiga ega bo'lasiz.